Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu aytadiki, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Innalloha la yanam albatta Alloh subhanahu va taolo uxlamaydi va la yanbaghi lahu an yanam. va Alloh subhanahu va taologa uxlashlik mos kelmaydi. Yakhfidul qista va yarfa'u. U narsalarning qadrini ko'taradi va tushiradi. Yurfa'u ilayhi 'amalul layli qabla 'amalin nahar. Tun amallari uning huzuriga kun amallaridan oldin ko'tariladi. Kun amallari uning huzuriga tun amallaridan oldin ko'tariladi. Hijabuhun nur. Alloh subhanahu va taoloning hijobi nurdan qilingan. Law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqi. Agar Alloh subhanahu va taolo mana shu hijobini olib tashlasa, uning yuzining yorug'ligi yaratilgan barcha mahluqotlarni yondirib yuborgan bo'lar edi. Alloh eng buyuk zot.